Ustozimiz Afzal Rafiq tomonidan o'zbek tiliga ovozlashtirilgan, unda dublyajda qatnashgan filmlardan birinchi savollar. Birinchisi seriallar. Yason va Argonavtlar yoki Buyuk Merlin. Buyuk Merlin. Buyuk Merlin. Buyuk Merlin yoki Ispan afsonasi. Buyuk Merlin. Buyuk Merlin. Buyuk Merlin yoki Dinotopia. Hatto esimda ham yo'q ekan. Merlin qo'lavush. Rim imperiyasining qulashi yoki Buyuk Merlin. Rim imperiyasi. Rim imperiyasi. Juda kuchli film. Rim imperiyasining qulashi yoki arg'umonlar ostida. Rim imperiyasi. Rim imperiyasining qulashi yoki Dallas serial. Qaysi? Dallas. Dallasmi? Dallas. Nima edi? Rea. Jeya. Rea. Jeya chiqdi. Dallas yoki Morena Clara. Morena Clara. Morena Clara yoki 1001 kecha. Morena. Morena Clara yoki Muhtasham 100 yil. Muhtasham 100 yil. Muhtasham 100 yil yoki Saroy javohiri. Muhtasham 100 yil. Muhtasham 100 yil yoki Taqdir o'yini. Muhtasham 100 yil. Muhtasham 100 yil yoki Qashqirlar makoni. Bitta qiyinroq, lekin baribirlar Muhtasham 100 yilni tanlayman, chunki ovozim o'zgarguncha qilgan oxirgi serial. Bo'lgan ham. Muhtasham 100 yil yoki Kosen. Ya Muhtasham 100 yil kuchliroq. Ana edi. Muhtasham 100 yil yoki Muhabbat qahvasi. Bu yana tarix bilan bog'langan bo'lganiga oxirgi olgan istoriyalar bor. Muhtasham 100 yil. Muhtasham 100 yil yoki Shohdor Tulpor sayohati. Muhtasham 100 yildan o'tolmasa kerak. Hech qaysi. Hozir ko'ramiz. Muhtasham 100 yil yoki yomonlik dunyoga ustun bo'la olmas. Bu ham yaxshi narsa edi. Muhtasham 100 yil. Muhtasham 100 yil yoki Achchiq yolg'on. Muhtasham 100 yil. Muhtasham 100 yil yoki Mahab qora. Jiyali. Nozik joyidan ushladingmi? Mahab qora birinchi urinishimiz. Bu birinchisi. Muhtasham 100 yil oxirgisi. Bu qopto'g'am Qiyin ahvolga solib qo'ydingiz. Muhtasham 100 yil. Muhtasham 100 yil yoki Girdob. Muhtasham 100 yil. Ana endi jiddiy savol bo'ladi oxirgisi. Muhtasham 100 yil yoki Umar ibn Xattob. Muhammadur Rasululloh. Ana. Hoshimiydan chiqqan oymidi? O'shani Nomi? yo'q. O'sha serialni Birinchisi Muhammad Rasululloh. 5 fasldan iborat 150 serial. Ishga ketgan 30 serial. Nima paytida? Ramazon payti. Demak, g'olibimiz, g'olib serialimiz Muhammad Rasululloh seriali bo'ldi, serialning ichida. Afzal Rafiqovning o'zbek tiliga o'girilgan filmlardan birinchi savollarga javoblarni ko'ramiz. Demak, birinchi film Shoukshendan qochish yoki Forrest Gump. Forrest Gump. Forrest Gump. Forrest Gump yoki Odyssey. Odyssey. To'g'ri. Odyssey yoki Aka-uka Grimlar. Odyssey. Odyssey yoki Lev Tolstoy. Lev Tolstoy. Lev Tolstoy yoki 10 negr bolasi. Davriga laqalar bor. 10 negricat. Tolstoy. Tolstoy? Ha. Tolstoy. Lev Tolstoy yoki Jek va loviya poyasi. Lev Tolstoy. Lev Tolstoy yoki Sichqon ovi. Ikkita jin. Lev Tolstoy. Lev Tolstoy yoki Zamonlar osha. Juda keng tarqalgan film. Lev Tolstoy. Lev Tolstoy yoki Tanishing Joe Black. Lev Tolstoy. Lev Tolstoy yoki javobini bilsam deb turaman. Niqob. Lev Tolstoy. Lev Tolstoy yoki Zorro. Zorro ham yaxshi edi, lekin Lev Tolstoy. Lev Tolstoy yoki Munnaboy. Salom, Mumbai. Shedevr ishmagan Munnaboy. Lev Tolstoy. Yo'q, Munnaboy ham. Lev Tolstoy yoki Sangam. Lev Tolstoy, hozir tushuntirib beraman nimaga Lev Tolstoy. Lev Tolstoy yoki Qochoq kelin.
Lev Tolstoy. Lev Tolstoy yoki Anna va qirol. Bu ham yaxshi film edi. Lev Tolstoy. Lev Tolstoy yoki Oqsoch xonim. Lev Tolstoy. Lev Tolstoy yoki Asterix va Obelix. Lev Tolstoy. Hop, buni Lev Tolstoyga sal yaqinlashtiramiz. Lev Tolstoy yoki Sher yurak, Mel Gibson diyoruz. Da, bu ham bu yerda ham alomat edi. Bir o'zim berganman ovozda. Hammasi xotirlaga. Keyin u filmni rahmatli Islom aka yaxshi ko'rardi. Har tug'ilgan kunlarida 30-yanvarda обязательно shu filmni qo'yishardi efirga. Tuyg'unishimiz biz ham hayron bo'lardik. Nega aynan shu qo'yilish kerak? Keyin uni ko'p ovozli qilib, u bo'lmadi o'zi. Bir kun telefon olsam, katta qo'rg'ondan muxlisizmi? Ha, narib keting, nimaga? Nimaga qolib dedingiz? Sher yuragini aytyapti. Ko'p ovozli qilib, dabdalasini chiqarishdi-yu. Nimaga indamaysiz deydi. Voy jonim, meni haqqim yo'q. Ularga biron narsa deyish kelib, biron otini ham aytgani yo'q. Bilib olgan. Kimligini ham aytgani yo'q. Muxlisizman dedi. Maqsadini bildingizmi? Ha, tutoqib ketganda. Shunaqa. Shunaqa. Endi baribir, masalan, men ko'radigan bo'lsam O'zbekistonda. Endi baribir Lev Tolstoy. Ha, Lev Tolstoy. Lev Tolstoy. Lev Tolstoy yoki vatanparvar. O'xshash. Lev Tolstoy. Lev Tolstoy yoki temir niqobli odam. Ha. Железная маска. Lev Tolstoy baribir. Lev Tolstoy yoki oshxonaga, oshxona tashrif etgan. Lev Tolstoy. Lev Tolstoy yoki istopa. Ham yaxshi edi. Lev Tolstoy. Demak, g'olibimiz Lev Tolstoy bo'ldi. Ana endi ayting, nimaga Lev Tolstoy kuchli? Sababi Kinosi ya. Bizga qiziq. voy kelayotganda bolalarga aytib beraman. Lev Tolstoy filmi, Rossiyaning filmi, Sergey Gerashimov filmi. O'zi o'ynagan Lev Tolstoyni. Xotini o'ynagan Makarova. Seriyali film adam. Tolstoyni so'nggi kunlari. O'sha to'g'risida. Oxirida vafot etadi. Demak 74dami, 75da o'lgan Tolstoy. Глубокий старик. Keksa, nuroniy. O'shani o'zbek film ishga oldi dublajga. Dublajni rahbari, redaktori, bosh redaktori Qodir aka Mirmuhammedov. Bir paytlar men Yumatovga ovoz berganimda bekor qilgan odam Tolstoyga afzal ovoz bersin deganlar. Boshqa hech kim yo'l etmaganlar. So'fa Imonqulova rejissyor. So'fa bir kun aytib qoldi. Qodir akani nima bilan olding? Чем ты взял его? Я не знаю, dedim. Откуда я знаю? Nima uchun senga yopishib oldi deyapti. Endi vaqt o'tgan. Men 37 yoshdaman o'shanda. Hali aytgan voqeasiga bir 10 yil yil. o'tdi. Возрастной mendan 2 barobar katta Tolstoy. Мне 37, ему 75. Boshladi ishni. Sezmondan chiqmayapti. O'xshamayapti. Tolstoy qandoq daho egasi. Glıbadirdi Leninni. Chiqmayapti. Ikkinchi kun ishlayapmiz. Oxiri Mukambarova, Rahimova chidolmadilar. Va naushnikni shart etib pupitrga qo'ydilar de, qattiq. Tarak ketadi u ham. Gubka-yu, ovoz chiqaradi. Chiqib ketdilar. Zalda. So'fpam ketdilar. Rejissyor. Oradan ozgina vaqt o'tdi. Ikkalovlari kirib kelishdi. Mukambarova oldimga kelib, afzal, xafa bo'lmagin, u o'xshamayapti de, o'zing ham sezyapsan dedi. Ha, Mukambarova sezyapman dedi. O'xsham, lekin qanaqa qilishni bilmayapman dedi. Bunaqa ko'ryapman, bunaqa ko'ryapman. Bo'lmayapti. Shunda Xudoyimdan menimcha qanaqadir bir nido keldimi, nimadir keldi, bilmayman.
nima bo'ldi? Qay tarzda bu ro'y berdi? Bilmayman. Tizzamni bukdim. Tik turganda tizzani bukdim-da, bukchayib qoldim. Shunaqa ovoz bera boshladim. Momentalno hammasi joy-joyiga tushdi. Yosham, zakovatam, farosatam hammasi joyiga tushdi. So'xpam keyin kompyuter tushiringlar, mikrofonni tushiringlar. Kelib tushirishdi endi. Bundoq qilgandan keyin past bo'lib qoldim u. Bundoqda. Mikrofonni tushirishdi, kompyuter tushirishdi. Ketdi shu bilan. Qo'y. Mukambaraba ham ishlab ketdilar yonida. Indamasdan. O'shani hali qo'yganda aytadilar-da. Ну, этот роль должен был сделать Yakub dedilar. Mana shunaqa holatda qandaydir menga Xudo yordam berib chiqib ketdim shu vaziyatdan. Keyin oradan ancha vaqt o'tgandan keyin So'fpam filmni topshirdilar boshqa kunlarda. Bir uchrashib qolgan o'shada. Afzal, ты genialniy aktyor deb qoldilar. Oy, spasibo, so'ppa. Aytganingizdek, kasb-ko'rsatlaringiz boshqacha. Ha. O'sha So'fpaga ham yoqqan o'sha qilgan ishim. Demak, Как rejissyor sifatida. qarang, bo'lmasa bu og'riqli, qiynalib qilingan film. Massaj qilinmagan, orqasida tarixi bor film bo'lganiga tanlatdilar deyman. Mashaqqatli bo'lgan. Borib ko'raman. O'sha tepadan nimadir his qilganman-da shuni. Bunaqa voqealar yana hayotimda bo'lgan bir-ikki. Aynan shuning uchun ham o'sha mehnatlar, o'sha chekilgan zahmatni bugun mevasida. Bizda hozir aytaman, hamma narsa yengil erishishga harakat qilamiz, lekin dunyo yengillikka qurilmaganda. Yo'q. Shuning uchun baribir o'sha mashaqqatni bo'ynimizga olamiz, keyin nimagadir erishamiz-da. Ayol kishi ham homiladan nima tug'ruq paytida oyijon deb baqiradi. Baqiruv bilan keladi inson. Keyin o'zi ma deb uradi. O'shaning uchun ham bolalar onaga mehribonroq bo'ladi-da. Ovoz bilan rap narsa.